Assalomu alaykum. Turk tili milliy sertifikatidagi eng qiyin savollardan biri bu xaritaga oid savollar hisoblanadi. Shu xarita misolida qanday ishlashingiz kerakligini o'zim ishlab tushuntirib beraman. Demak, audiosini qo'yamiz. Üçüncü dinleme metni bitmiştir. Şimdi dördüncü dinleme metnine geçelim. Dördüncü dinleme metni sorularını okumanız için 30 saniye süreniz var. Demak, bizda 30 sekund bor. 30 sekund. Bu vaqt davomida xaritani chizib olamiz. Kerakli joyini. Kirish, aylanali chorraha, ko'l, ko'prik va albatta ufq tomonlari joylashgan kichkina kompas. Demak, ko'rib oldik. Biz tayyormiz. Ses kaydını dinleyiniz. Demak, boshladik. Gezimize giriş noktasından başlıyoruz. Kirishdan boshladik. Girişten kuzey tarafa biraz ilerlediğimizden Şimal sonra sol tarafımızda ortaokul bulunmaktadır. Chap taraf mana ikkalasi bor. Yanında çift ağaç simgesi yer alan bu bina, köy Çift ağaç simgesi yer alan bu bina, ya'ni aytyapti, çift deyapti. Çift ağaç, ya'ni juft daraxt simgesi deb aytyapti. Ya'ni bu yerda çift degan so'zimizning tarjimasi juft bo'ladi. Ya'ni juft daraxt joylashgan deyapti-da. Mana F binomizda bitta daraxt bor. Bitta daraxt bo'lganligi uchun bu tek deb aytiladi. Mana bunda ikkitasi yonma-yon joylashganligi uchun demak bu çift deb aytiladi. Ya'ni juft. Bizga aytyapti, o'rtaokulni aytyapti qayerda joylashganligini. Kirganimizdan deyapti, chapda, ikkalasi bor chapda-da. Ikkinchi gapida aytyapti, çift ağaç simgesi yer alan bu bina deyapti. Ya'ni çift degani juft. Mana ikkalasi joylashgan, demak A. O'rtaokul A bo'lyapti. Xo'p, davom etamiz. deki öğrencilerin eğitim aldığı önemli kurumlardan biridir. Burada öğrenciler farklı dersler görerek eğitim hayatlarını sürdürmektedirler. Yolumuza devam ettiğimizde bu yol bizi bir dönel kavşağa Kavşakka ulaştıracaktır. keldik, turibmiz shu yerda. Dönel kavşağa ulaştığımızda sağ taraftaki yolu seçmemiz gerekir. Sağ tarafdagi yo'lni seçmemiz kerakir. Sağ taraf endi bu yozamiz mana shu yerga sol. Sol va sağ deylik. Sol degani demak chap, sağ degani o'ng bo'lyapti. Demak bizga aytyapti, o'ngni tanla deyapti. Mana o'ng tarafga ketdik yo'lda, bo'ldi, bu yerga kirdik endi. Bu yolun hemen sol tarafındaki ikinci bina eczanedir. Bu yo'lun hemen sol tarafındagi ikkinchi bino eczanedir deyapti. Aylandik. Sol tarafimiz endi bu yoq bo'ldi. Ikkinchi bino eczane. Mana shu harf belgilanmagani demak eczane bo'lyapti. Endi davom etamiz. Eczane, köy halkının ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir merkezdir. Eczanenin hemen sol tarafında anaokulu bulunmaktadır. Eczanenin hemen sol tarafında, sol ya'ni chapida mana G binosi anaokulu deyapti. Mana anaokulu demak G bo'lyapti. Davom etamiz. Anaokulu, küçük çocukların eğitim aldığı güvenli bir ortamdır. Burada çocuklar hem öğrenmekte hem de çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Davom etyapmiz yo'lda. Bu yoldan ilerlediğimizde sağ tarafa dönmemiz gerekir. Sağ tarafa bordik. Sağ tarafa döndükten Çapaydan sonra o'ngga yol aylandik. kıvrılarak devam etmektedir. Qivrildi, burildi mana shu joyi. Bir süre yürüdükten sonra sol tarafımızda Arzu Üniversitesi bulunmaktadır. Mana qivrilarak deyapti, burilyapti deyapti yo'ldan. Burildi. Sol tarafimizda Arzu Universitesi degan. Ya'ni o'zimni nomim, ismimni qo'yganman-da. Arzu Universitesi. Davom shart emas. Mana shu demak Arzu Universitesi. Ya'ni universiteti. Mana turibdi. Endi davom etamiz. Arzu Üniversitesi, modern eğitim sistemiyle dikkat çeken önemli bir eğitim kurumudur. Üniversitede farklı bölümlerde eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrenciler için geniş araştırma alanları bulunmaktadır. Üniversite, köyün en büyük eğitim merkezlerinden biri olarak bilinmektedir.
Bunun yanında kampüs oldukça geniş ve düzenli bir yapıya sahiptir. Arzu Üniversitesi'nin hemen karşısında kütüphane Hemen bulunmaktadır. karşısında nima deyapti? Kütüphane bulunmaktadır deyapti. Hemen karşısida, darhol qarshisida deyapti. Mana D demek kütüphane. Kütüphane demek davom yozmaymiz. Kütüphane demek D bo'lyapti. Yozdim. Davom etamiz. Kütüphane, öğrencilerin ders çalıştığı sessiz ve düzenli bir ortam sunmaktadır. Yolumuza devam ettiğimizde bu yol bizi büyük bir Yürüyapmiz. caddeye Katta ulaştıracaktır. ko'chaga chiqardi mana, katta ko'cha. Bu caddeden sağ tarafa dönmemiz gerekir. Xo'p, sağ tarafa dönmemiz, ya'ni o'ngga yur deyapti. Mana yo'limizga qo'shilib oldik yana boya yo'lda. Demak, qanday bo'lyapti xarita? Bu yerdan kirdik dastlab. Shu yerga turdikda mana bu yerda bir joylashuv bino etdi. Keyin bir quruq bu yoqqa aylantiryapti-da. Keyin yana aylantirib kelib, yana shu joyga olib kelyapti. Ya'ni mana shu joyda bir quruq aylandikda biz. Mana shu joyda chalg'ib kimdir bu yoqqa o'tib ketishi mumkin, kimdir chiqib ketmasa bo'ldi xaritadan. Xo'sh. Bu yerlarga kelib qoladi. Xullasi, siz zanjirsimon qilib mana shunday chizib kelaverishingiz kerak. Hozir biz aylanib mana shu yerga keldik yana. Bir süre ilerledikten sonra bu yol bizi yine bir dönel kavşağa Yana olib götürmektedir. keldi deyapti. Dönel kavşağa ulaştığımızda sağ taraftaki yolu seçmemiz gerekir. Yana bu yerga o'tdik. Bu yolda ilerlediğimizde yolun sonunda sola dönüyoruz. Yo'lun sonunda sola. Yo'lun sonunda sola dönmemiz deyapti. Yo'lning oxiri mana sol, endi chapga kel deyapti. Chapga bu yoqdan ketdik. Ya'ni bu yerda turibmiz hozir. Demak, qo'yamiz yana. Sol tarafa döndükten sonra yol hafifçe kıvrılarak devam eder ve bizi Hafifçe kıvrılarak devam eder. Ya'ni hafifçe kıvrılarak degani mana bu biroz burilib ketyapti deyapti. Demak, biz bu yerlardan o'tib keldik bu yerga. iki ayrı yola götürür. İki ayrı yola götürür. Ayrı yol. Ayrı yol. Mana yo'l ikkiga bo'linib ketyapti. Mana shu joy demak ayrı yo'l bo'lyapti. Bu yerda turibmiz. Bu yerda turibmiz komanda bilan. Bu iki yolun hemen sağ tarafında eğitim merkezi bulunmaktadır. Eğitim merkezi, ya'ni o'quv markaz. Mana bu yo'lni hemen sağ tarafında yoki sağ deb aytdi yoki hemenda ham qo'shdimi, qo'shmadimi? Diqqat eshita olmay qoldim. Lekin aniq-tiniq o'ng deb aytdi. Mana bu o'ng turibdi bino, demak eğitim merkezi. Eğitim merkezi bo'ldi qoldi. Demak, men nima uchun buni yozyapman? Nima uchun ejzaneni bu harflar bilan belgilanmagan, bu yerda so'ramagan bo'lsa ham yozyapman? Chunki qaysidir birini shularga qarab turib, bularga yoki bunga qarab turib, bungami aytib ketish mumkin-da. Tushunyapsizmi? Otel deganni mana shu nomsiz binoni janubi g'arbida deyish mumkin. Bo'lishi mumkin-ku. Yoki buni shimolida deyish mumkin. Xullasi shuning uchun men yozyapman-da bularni ham. Bu kerakmaydi o'zi. Ya'ni bitta qarashda kerakmaydi deb tuyuladi, lekin yozish kerak. Chunki yonidagilarni mana bu ejzaneni sol tarafında deyish mumkin, yonida deyish mumkin. Shunga qarab men bularni yozib ketyapman. Harf belgilanmagan bo'lsa ham. Bu yerni ham shuning uchun yozdim. Demak, o'quv markaz bu yer bo'lyapti. Biz hali turibmiz lekin shu yerda. Davomini qo'yamiz. Eğitim merkezi, öğrencilerin ek dersler aldığı önemli bir kuruluştur. Ayrıca burada çeşitli kurslar ve seminerler düzenlenmektedir. Bu iki ayrı yolda sol taraftaki yolu seçmemiz gerekir. Sol taraftaki yolu seçmemiz gerekir. Sol taraf. O'ng, chap. Bu yoqqa kirdik endi. Bu yerda turibmiz. Bir süre yürüdükten sonra hemen sağ tarafımızda spor salonu bulunmaktadır. Bir süre yürüdükten sonra hemen sağ tarafımızda spor salonu bulunmaktadır. Sağ taraf endi bu yoqqa, endi bu yoq chap bo'lyapti, bu yer yo'q, bu yer o'ng bo'lyapti. Bu yer chap bo'lyapti. O'ng tarafimiz demak nima ekan? Spor salonu. Demak, H bino sport zal yozamiz. Demak, H bo'ldi 19. Bildik, demak sport zal. Davomini qo'yamiz. Spor salonunda çeşitli spor faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca gençler boş zamanlarında burada spor yapabilmektedirler. Shu yerda turibmiz hozir. Yolumuza devam ettiğimizde yolun sonunda sağ tarafa dönmemiz gerekir. Yo'lun sonunda, mana yo'lning oxiri sağ tarafga dönmemiz gerekir. Sağ taraf, ya'ni mana buni aytyapti. O'ngni aytyapti. Keldik,
Bu yoqqa o'tib ketdik. Davomi. Sağ tarafa döndükten sonra hemen sol tarafımızda postane bulunmaktadır. Burildikdan so'ng keyin deyapti. Hemen sol tarafimizda postane bulunmaktadır. Ya'ni postane bu pochtaxonada. Demak, biz pochtaxonani topdik. Pochtaxonani topdik, yozib o'tdik. Nima uchun? Balkim buni aytishda otel bo'lishi mumkin-da ikkalasidan biri. Ya'ni shimoliy sharq deyish mumkin, shimoliy g'arb, janubiy. Xullasi yozasiz. Nomsiz, harfsiz bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi, bino bo'ldimi yozasiz. Audio aytib ketdimi, audio ichida demak qayerdadir ishlaydi yoki chalg'ituvchi bo'ladi. 100% yozasiz. Xo'p, davom etamiz. Postane, köydeki iletişim hizmetlerinin yürütüldüğü önemli bir merkezdir. Ayrıca burada mektuplar ve paketler gönderilip alınabilmektedir. Bu yolda devam ettiğimizde sol Devam taraftaki edebiliriz. birinci sokağa dönmemiz gerekir. Sol tarafdagi birinchi sokak. Sol taraf. Chapdagi nima deyapti? Birinchi ko'cha deyapti. Chapga aylandik, birinchi ko'cha kirdik. Mana shu yerda turibmiz endi. Bu sokağa girdiğimizde hemen sağ tarafımızda otel bulunmaktadır. Hemen sağ tarafimizda otel bulunmaktadır. Hemen sağ tarafimizda. O'ng taraf mana. Demak, otel bo'lyapti. Demak, otelni nima deymiz? Deb yozamiz. Mana bo'ldi. Endi baribir shu joyda turibmiz biz. Yo'lda turibmiz, lekin bu yoqda u bor, mana bu tarafda bu bor deb tushuntiryapti faqatgina. Xo'p, davom etamiz. Otel, köye gelen ziyaretçilerin konakladığı modern bir yapıdır. Ayrıca otelde misafirler için çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Bu yoldan devam ettiğimizde yol bizi başka bir yola ulaştıracaktır. Bu yo'ldan davom etdiğimizde bu yo'l bizi boshqa bir yo'la ulaştıracaktır. Ya'ni bu yerga kelyapmiz, bo'ldi. Bizni yangi bir yo'lga duch keltiryapti. Bu turibmiz bu yerga endi. Bu yolun hemen karşısında büyük bir market bulunmaktadır. Ya'ni mana buni ham marketni aytyapti. Yo'limizni kelyapmiz, to'g'rimizda market bor. Bu market o'zi buni qo'ysam ham bo'lar edi, qo'ymasam ham bo'lar edi. Bu shu yerda tugayapti xarita. Mana shu tugash joyi X. Buni qo'yish ham deyarli ahamiyati yo'q buni, chunki biz mana bu yerda 5 talasini belgilab bo'ldik. Xo'sh, bu yerda bo'ldi, audio tugaydi. Endi u yoq davomi bor. Mana market haqida bir ikkita gap aytadi. Shu bilan xarita yana qaytadan ikkinchi marta qo'yib beriladi. Chunki xarita nafaqat xarita, butun boshli dinlama bo'limida audiolar 2 marotaba eshittiriladi. Xo'sh, bo'ldi, yopildi. Demak, nima qilar ekanmiz? Birinchi qiladigan ishimiz 30 sekund davomida butun boshli xaritani boshqaruvchi obyektlari, signal so'zlari, mana bunday kirishlari bo'lishi mumkin. Balkim ba'zi binolarning nomini qo'yishi mumkin. Masalan, buni market deb o'zini yozgan bo'lishi mumkin ba'zilarda. Balkim postaneni o'zi yozar, edzani deb yozar balkilari. Xullasi yozishi mumkin. Chizib oldik. Cho'lni chizdik, ko'prikni chizdik, kompasni ko'rib oldik. Kirish nuqtasini topdik. Va mana bu yerda mana bunday chorrahalarni ko'rdik. Xullas chizib oldik. Va yodlashimiz kerak bo'lgan nima bo'lyapti? Butun boshli xaritada chap o'ng bo'lyapti. Chap o'ng. Yozamiz, biroz suramiz. Xo'sh, masalan, demak shu joyga yozsak. Xo'sh, sol desa demak chap bo'lyapti. Sog' desa o'ng bo'lyapti. Yana nimalarni aytdi? Bir joyi bor, masalan, xaritada sizni mana shu joy chalg'ituvchi bo'ldi menimcha. Mana boshladik, kelyapti-da, bir quruq aylantiryapti. Yana shu joyga olib kelyapti. Siz mana bu yerdan boshlayapsiz. Bu siz nima qilyapti? Bir quruq mana shu joyni o'zini bitta aylantirib kelyapti-da, yana shu yerga olib kelib qo'yapti. Keyin yana bu yoqdan yana bitta aylantiryapti. Tushunyapsizmi? Mana bu yerdan boshladi, bir aylanib keldi, yana yurgan yo'lini yana bu yerga olib kelyapti. Hali yana bu yoqqa aylantirib ketmadi. Bu yoqqa ketyapti. Aylantirib yuryapti. Mana shu joyda bugun offline kursimda yanglishdilar, ya'ni adashib yuborishdi. Bu yoqdan bitta kelganda aylanib, keyin bu yoqqa o'tib ketganda, bu tarafga o'tib ketgan. Ya'ni
ruchka bilan chizib borishingiz kerak. Xuddi shunday yana bir usulida bu menda. Xo'sh, ikkinchi tavsiya mana bunday bo'shliqlarga A, B, E, F lar yozilmaganlarga ham yozing. Har ehtimolga qarshi, masalan, Edzanini aytyapti-da, bu yerga kelgandan keyin Edzanini chapida mana bu bino G qaysi? Anaokulu. Mana shuni joylashganligini aytyapti. Siz demak nomsiz faqat binoni o'ziga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xo'p, yopildi. Keyin yana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Mana bu chorrahalar ham juda xavfli hududlar. Ya'ni bu yerdan keldik, bu yog'imiz o'ng bo'lyapti, endi bu yog'imiz chap bo'lyapti. Misolda, bu yoqdan ketdik, yana o'ng chap bo'lyapti. Mana shu yerga kelib turib, endi orqaga qaytasiz desa, ana endi o'ng chap almashib ketadi-da. O'ng bu yoqqa o'tadi, chap bu yoqqa qolib ketadi. Ya'ni siz yo'nalishingizga qarab, yurayotgan yo'nalishingizga qarab o'ng chapni tanlaysiz. Ana shu joyga ham muhim joylardan biri. Xo'sh, keyin mana bu o'ng chapni yodladik va bu nima deydi? Ufq tomonlarni yodlab olishingiz kerak. Iloji bo'lsa bu yerda endi 4 ta ufq tomoni berilgan. Ba'zi xaritalarda 8 ta ufq tomonini beradi. Ya'ni bu asosiy 4 ta bo'ladi o'zi, lekin yana 4 ta qo'shimchasi bor-da. Oraliq ufq tomonlari, bularni ham 8 ta qilib yodlaysiz. O'ng chapni yodladingiz, bo'ldi. O'zi xarita juda oson ishlanishi. Faqatgina men bu yerda bir quruq aylantirdim, bir quruq emas, bir aylanib keldi-da, yana bir aylandi, yarim aylandi. Imtihonda masalan bu yerdan boshladik, bu yerga keldi. Endi yana boshlagan joyimizga qaytamiz desa, bu yoqqa kelib yana shu yerda turish kerak. Mana shu joy qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu undan ham qiyin. Yana bir quruq aylanib kelib, yana bir aylantiryapti. Shunga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ya'ni ruchka bilan yuriting. Mana faraz qiling, kirish bu yerda emas. Kirish mana bu yerda bo'ldi deylik. Kirish bu yerda. Bu yerdan boshladik. Ya'ni siz mana shu joyga aytayotgan bo'lsa, dumduz desa, masalan, to'ppa-to'g'ri ketyapmiz. Mana shunday ruchkani yuritib ishlang-da. Ya'ni ana shunda topish osonlashadi. Xudo xohlasa. Bo'ldi. Xaritani ishlash texnikasi mana shulardan iborat bo'ladi. Xo'sh, bunga o'xshagan xaritalarni bemalol Telegram kanalimizda topsangiz bo'ladi. Ya'ni Xorazm turk tili deb qidirsangiz bemalol chiqadi. Shundan ko'rib olsangiz bo'ladi.